Milliy sertifikatda sistemasini o'rgatib qo'yaman. Qanday qilib A+ olish mumkin? Qaranglar. Mana bu rashk modulini grafiki e'tibor bersak, bizaga mana bu C+ olish ehtimoli talab yuqori. Mana bu yoq qiyinlashib boshlayvergan. Nima uchun? Sabab bizada milliy sertifikat matematikada asosan savollarimiz birinchi savoldan 35 gacha o'ynaladi. Ya'ni o'shani kirib chiqqan hamma birinchi savoldan 35 gacha belgilaydi. Tavakkaldan misol uchun C+ chiqishi mumkin. Lekin uni darajasini ko'tarish qiyinlashadi. Sen agar mana shu 36-savoldan 45-savolgacha misolda ishlashni bilmaysanmi? Bo'ldi, sen B daraja, B+, A+ olishni orzu ham qildirma. Shuning uchun sen asosan mana bu savollar mana bu savollarni ham ishlashni o'rganishing kerak. Bu savollarsiz A darajani, B darajani, hattoki B+larni ham orzu qilib o'tirma. Shunga o'xshash videolarni yana ko'proq chiqarishni boshlayman, shuning uchun menga obuna bo'lib qo'y.